Bugun biz Sila kremniy haqida gaplashamiz. Ishonchim komilki, eshitgan sari lol qolasiz. 30-yilgacha, 50-yilgacha bo'lgan qaysidir suv muammolari to'g'risidagi sifralar, ma'lumotlar keltiriladi. Siz bilan suhbatda gapiradigan o'g'itimizga o'xshab, preparatimizga o'xshab nano texnologiyada olinmagan. Suvsizlikka bo'lgan talabni qondirish yuzasida doimiy o'ylanib kelardim. Respublikamizning turli hududlarida tajribalar o'tkazib kelyapmiz. Kremniy o'g'iti nima o'zi, qachon qo'llanilgan degan savolga bitta javob aytib ketmoqchiman va turli ekinlarda tajriba o'tkazib kelyapmiz. Tuproqdan suv olish imkoniyatlari ildiz sistema yaxshi rivojlangandan keyin imkoniyat bo'ladi. O'ylaymanki, o'ziga yarasha samarasini beradi. 1830-40 yillar degan taxminan bundan qariyb bundan 220-230 yil avval ilm fanda ko'rsatib o'tilgan. eskidan bor demak. Kremniy ekanligini, ya'ni kremniy o'simlik hayoti uchun juda muhim ekanligini aytib o'tdingiz. Bugungi kunda borli o'g'itlar to'g'risida monobor o'g'iti, ya'ni xuddi shunday mikroelementlar qatoriga kiradi. O'zbeklarni, O'zbekiston milliy terma jamoasini jahon chempionatidagi ko'rsatgan natijasi bizni quvontirdi. Shunchaki jahon chempionatiga chiqishini o'zi biz uchun quvonchli xabar. Bu o'zbeklarni bitta qilayotgan yangiligi emas. Faqat o'zbeklar futbol sohasida yangilik yaratayotgan xalq emas. O'zbeklar dunyoni boshqa sohalarda ham lol qoldirishda davom etmoqda. Assalomu alaykum. Cho'lni jannatga aylantirgan zarracha. Tasavvur qiling, quyosh 50 daraja qizdirmoqda. Yer qaqrab ketgan. Suv yo'q. Atrofda bitta dala. Faqat bitta dalada o'simliklar yam-yashil, baquvvat meva tugmoqda. Nima siri bor? Bugungi mehmonimiz shu savolga javob topgan odam. U kremniyni, oddiy kremniyni o'simlik hayotini o'zgartiradigan quvvatga ega ekanligini bizga ilmiy asoslab beradi. Xush kelibsiz do'stlar. Bugun biz Sila kremniy haqida gaplashamiz. Ishonchim komilki, eshitgan sari lol qolasiz. Abduxoliq aka, keling boshdan boshlaymiz. Sizni bu mahsulotga qiziqishga nima undadi? Allanov Abduxoliq Keldiyorovich, Toshkent davlat agrar universiteti professori, qishloq xo'jaligi fanlari doktori, qishloq xo'jaligi sohasida ko'plab ilmiy izlanishlar va hosildorlikni oshirish bo'yicha qator ishlarda ishtirok etgan. Bilasizmi, endi ilm yo'lida ketuvchilar juda ham ko'pchilikni tashkil qiladi. Kimdir PhD darajasiga erishadi, kimdir doktorlik, fan doktori darajasiga erishadi, kimdir akademik darajasiga erishadi. Bu har bir darajalar shu darajaga qaysidir bir darajani ega bo'lish bilan yakunlanmaydi deb o'ylayman. Chunki berilgan darajalar kelajakda u olimni oldida qaysidir vazifalarni belgilaydi. Xalq uchun xizmat qilishni ko'rsatadi. Shundan kelib chiqqan holda menga ham berilgan daraja, doktorlik darajasini qaysidir mas'uliyatni belgilaganligi sababli men o'zimni sohamdan kelib chiqqan holda qishloq xo'jaligida biz sug'orish, yerlarning sho'rlanishi, meliorat holati bilan shug'ullanamiz. Shu borada aytib o'tishim joizki, mana ko'plab seminarlarda, treninglarda, konferensiyalarda eshitamiz, 30-yilgacha, 50-yilgacha bo'lgan qaysidir suv muammolari to'g'risidagi sifralar, ma'lumotlar keltiriladi. Albatta bu ma'lumotlar kelajakdagi qishloq xo'jaligidagi ahvol to'g'risida o'ylantirmasdan iloji yo'q. Shu sababdan kelib chiqib men shu suv tanqischiligini oldini olish bo'yicha olib boriladigan joriy qilinayotgan, respublikamizda joriy qilinayotgan suv tejovchi texnologiyalar, resurs tejovchi texnologiyalari bilan birgalikda yana qaysi yo'llar bilan shu qishloq xo'jaligini hosildorligini oshirish yoki nima yo'l bilan shu suvsizlikka bo'lgan talabni qondirish yuzasida doimiy o'ylanib kelardim va bu borada shu mikroelementlarni ta'siri qanday qilib o'simlikni suvga bardoshligini, suvsizlikka bardoshligini yoki sho'rga chidamligini, qurg'oqchilikka chidamligini oshirish bo'yicha doimiy o'ylab kelardim yoki bo'lmasa fermerlarimiz bilan, dehqonlarimiz bilan doimiy bo'ladigan muloqotlar shuni ko'rsatadiki, qanday yo'llar bilan shu suvsizlikka chidamlikni oshirish mumkin degan masala doimiy savol bo'lib kelgan. Shu borada olingan izlanishlar, boshqalar borasida biz shu kremniy preparatiga duch keldik va kremniy preparatini o'simliklarni qo'llash bo'yicha qariyb 6 yil davomida respublikamizning turli hududlarida tajribalar o'tkazib kelyapmiz va turli ekinlarda tajriba o'tkazib kelyapmiz. Bu o'zini ma'lum darajada samarasini beryapti. Ya'ni biz xohlagan usulda yoki niyatda deymiz, shu o'simliklarni
suvga bo'lgan tanqischiligini ma'lum darajada qondirishini evaziga shu elementni biz o'simliklarda qo'llash bo'yicha ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borganmiz. Barakasini bersin. Demak, sizni gapingizdan tushunganim, doktorlik degani yana bir yangi hayotdagi ilmiy bosqichni boshlanishi, yana bir izlanishni, yana bir kengroq bir sohaga chuqurroq yondashuv uchun berilgan alohida mas'uliyat, xalq oldidagi, millat oldidagi vazifa sifatida qabul qilinishi kerak bo'lgan narsa ekanligini bizga bayon qildingiz. Ustoz, sizga rahmat. Endi kremniy o'zi nima? Qanaqa modda? Kelib chiqishi qayerdan? Qachon kashf qilingan? Shular haqida ozgina. Rahmat. Kremniy to'g'risida haqiqatda o'rinli savol beryapsiz. Bugungi kunda respublikamizda, nafaqat respublikamizda, dunyo mamlakatlarida kremniyli yoki boshqa mikroelementlardan foydalanish keng joriy qilinib borilyapti. Sababi shu paytgacha bizlar makroelementlar sifatida azot, fosfor, kaliyni dehqonlarimiz bugungi kunda ham doimiy qabul qilgan yoki shu elementlarni ishtiroksiz o'zini bir ekindan yuqori hosil olishni tasavvur qilishi ham qiyin hisoblanadi. Agrar soha shunga o'rganib qolgan. Albatta. Endi bugungi kunda turli xildagi o'g'itlar ishlab chiqarilyapti va ishlab chiqarishga joriy etilyapti, qo'llanilyapti. Shu bilan birgalikda aytib o'tishim joizki, kremniy o'g'iti nima o'zi, nima qachon qo'llanilgan degan savolga bitta javob aytib ketmoqchiman. Bizga tinglovchilarga yoki fermer xo'jaligi, dehqon xo'jaligi bilan shug'ullanuvchilarga oydinlik kiritish uchun albatta har bir inson bugungi kunda ilmiy asoslangan ma'lumotlarga qiziqadi. Shu sababdan kremniy o'g'iti bu shu azot, fosfor, kaliylar qachon qishloq xo'jaligiga joriy qilinishi nemis ximigi Justus Liebigfon tomonidan tavsiya etilgan paytdan boshlab shunday misol keltiradi. Agar agronom qishloq xo'jaligida yuqori hosil olishga erishmoqchi bo'ladigan bo'lsa, u albatta 4 ta unsurdan foydalanishni reja qilish kerak yoki 4 ta unsurdan foydalanish kerak. Endi bizda savol tug'iladi, ko'pchilikda 4 ta unsur nima deganisa, hozir yuqorida aytib o'tgan makroelementlar to'g'risida bu azot, fosfor, kaliy va 4-sini shu ximigimiz kremniyni ko'rsatadi. Ya'ni nemislar buni fanga kiritdi. Qishloq xo'jaligida o'g'itlardan foydalanish to'g'risida o'sha paytda 1830-40-yillarda yaratilgan asarda shuni keltirib o'tadi. 1830-40 yillar degani taxminan bundan qariyb bundan 220-230 yil avval ilm fanda ko'rsatib o'tilgan. Eskidan bor demak. Endi faqat bir narsa bo'ladi, nega shu paytgacha kremniyli o'g'itlar qo'llanilmagan, boshqa qilmagan yoki nimaga 4-unsur bo'ladigan bo'lsa, shunday keng darajada foydalanilmagan deyilgan savol bo'ladi. Bu savolga shunday javob berishimiz mumkin bo'ladiki, bugungi siz bilan gaplashadigan selektremniy preparatiga o'xshab yuqori texnologiya, ya'ni nanotexnologiyada olingan, bugungi kunda qishloq xo'jaligi ekinlarida ham ultra degan terminni kiritamiz. Mikroelementlar ichida ham qaraydigan bo'lsak, o'sha ultra deb baho bersak bo'ladi. Shu texnologiyadagi o'g'itlar yo'q edi. Qaysidir darajada, qaysidir davlatlarda ishlab chiqarilgan kremniy o'g'itlar bor edi. Lekin bu hozirgi kundagi biz siz bilan suhbatda gapiradigan o'g'itimizga o'xshab, preparatimizga o'xshab nanotexnologiyada olinmagan. Nanotexnologiya deganini men tushunishga harakat qilyapman, tomoshabinlarimizga tushunishi uchun zarra molekula shaklida bir ochiqroq. Shunday, albatta endi nanotexnologiyada olingan deganimizga qisqacha bir oydinlik kiritib ketadigan bo'lsak, bu ya'ni o'simliklarni biz bu yerda og'izdan, ya'ni bargdan suspenziya qilish orqali tavsiya qilyapmiz. Sababi nimagaki? Og'zidanmi, bargidanmi? Endi bargda o'simlikning bargida barg og'izchalari bo'ladi. Ya'ni fotosintez deymiz. O'sha fotosintez jarayonlari yoki o'simlikning nafas olishi, o'sha transpiratsiyaga suvning bug'lanishi, tuproqdagi suvni o'ziga o'zlashtirib transpiratsiyaga sarflashi, bular hammasi o'sha o'simlikning barg og'izchalaridan bajariladi. Shuning uchun nanotexnologiyada olingan deganimiz, ya'ni bu 0,1000dan birinchi tayyorlangan preparatlar 0,5 milligram mikrongacha ko'zda hech bir shaklda ko'rinmaydi, ya'ni keyingi oxirgi texnologiyalarda olingani bu 0,1000dan 2 millimikron
gacha mayda zarrachada qilingan. Bu degani suv bilan aralashtirilganda osongina aralashtiriladigan va o'simlik uchun osongina so'rib olinadigan darajaga keltirilgan texnologiya deb tushuntirishimiz mumkin bo'ladi. Qishloqdagi oddiy odamlar tushunishi uchun. Ya'ni bizni preparatimiz o'sha bargdagi og'izchalardan o'simlik tanasiga bemalol so'rilib ketadi. Hech qanday yo'lda tiqilib qolmaydi. Shu darajada maydaki, o'sha og'izchadan kirib o'simlikni tanasida bemalol qon tomirida oqib ketadi deya olamiz. Albatta, biz asosan o'g'itlarni shu qaysidir muddatlarda yoki o'simlikning rivojlanish fazalariga qarab tuproqqa berishga o'rganib kelganmiz. Doimiy ravishda oxirgi yillarda shu bargdan oziqlantiruvchi nafaqat silokremni, balki juda ham ko'plab preparatlar yoki bo'lmasa kremniyli o'g'itlar ko'p miqdorda hozirgi kunda ishlab chiqarishga joriy qilinyapti yoki boshqa turdagi mikroelementli o'g'itlar joriy qilinyapti. Yani bularning ichida nimaga aynan shu kremni o'g'itlarga urg'u berayotganimizning sababi, birinchisi boyagi ilmiy asoslangan tarzda 4 ta unsurni bittasi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi shunday qabul qilishimiz kerakki, tuproqni olimlar tomonidan tahlil qilinganda, tuproqda uchraydigan elementlar orasida ikkinchi o'rinda turadigan, ya'ni birinchi o'rinda kislorod turadigan bo'lsa, ikkinchi o'rinda turadigan element hisoblanadi. Ya'ni tuproqda tabiiy tarzda juda ko'p. Manbalarda 27% gacha degan ko'rsatilgan manbalar bor. Shular asosida demak bundan ko'rinib turibdiki, kremni tuproqda qanchalik ko'p bo'ladigan bo'lsa, shu tuproqning unumdorligi, o'simlikning o'sishi, rivojlanishi, ya'ni immuniteti ham yuqori darajada bo'ladi. Endi hozir bizlar tushundik, juda ham mayda zarrachalarga bo'lingan dedi. Va ko'rsatuvimizni boshida, podkastimizni boshida boshlaganimiz kabi o'sha nanotexnologiyada maydalanganligi uchun, juda ham makro zarrachalarda maydalanganligi uchun shu paytgacha iste'molda mavjud bo'lgan har qanday kremniy preparatidan ko'ra yuqoriroq sifat, yaxshiroq natija degani. Ya'ni yangicha yondashuv, nima deylik, rezonans deylikmi, nima deylik, yangicha inqilob deylikmi, bu fan texnologiyada kremniyni bu shaklda kirib kelishi oldin ham bo'lganmi yo aynan bizni hozirgi mana shu holatimizgacha shunga o'xshagan qanaqa misollar bor? Endi bu savolingizga shunday javob bersam bo'ladi. Albatta, faqat kremniy emas, bu yerda mikroelementlar, boshqa mikroelementlar ham qisqacha to'xtalib o'tishga joiz deb hisoblayman. Sababi qaysilar desangiz, rux, bor, mis, temir, alyuminiy kabi bir qator mikroelementlarni yana misol keltirishimiz mumkin bo'ladi. Bularda ham shunday xususiyatlar bor. Hozirgina aytib o'tganimdek, tuproqdagi eng asosiy foizni tashkil qiladigan, ikkinchi o'rinda turadigan element deganimiz uchun silokremniy o'g'itiga yana e'tiborni qaratishimizdagi asosiy sabablar biz sanab o'tayotgan mikroelementlarimizni ham qaysidir foiz darajasida shu o'g'itimiz tarkibida yana qo'shilgan. Shuni tomoshabinlarga ko'rsatsak bo'ladimi? Bo'ladi, albatta. Bu yerda mana ko'rsatilgan temir, magniy, mis, rux kabi mikroelementlar qo'shilgan. Shu sababdan ham biz qolgan mikroelementlar to'g'risida ham gapirib o'tishimiz mumkin bo'ladi, yo shu asosida hammasini jamlanmasi kompleks ravishda nanotexnologiyada bo'lganligi uchun o'simliklarga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi. Domlajon, bitta savol yana kelyapti aqlimga. Xo'p, hozir kremniyni biz nanotexnologiya asosida maydaladik dedik. Va o'simliklar kremniyni deylik, uyni 4 ta ustuni bo'ladigan bo'lsa, o'sha ustunlardan bittasi kremniy ekanligini, ya'ni kremniy o'simlik hayoti uchun juda muhim ekanligini aytib o'tdingiz. Va hozir endi qo'shimcha zarrachalar, misni qo'shyapsiz, ruhni qo'shyapsiz, temir, yana qo'shimcha boshqa narsalar bor deyapsiz. Ular ham shu kremniy texnologiyasi asosida, nanotexnologiya asosida ular ham xuddi shu preparatga qo'shilgan. Va hozir kremniy o'sha bargni og'izchalaridan tanaga qanday so'riladigan bo'lsa, qolgan o'simlik uchun muhim bo'lgan mis, ruh, boyagi siz yuqorida sanab o'tgan narsalarni hammasi bitta shu preparat orqali o'simlik tanasiga bemalol kirib bora oladigan zarrachalarga keltirib shu bizni idishimizga jamlangan deyapsiz. Preparat shu shaklda. Ya'ni preparatimiz faqat kremniydan emas, o'simlikni ehtiyoji bo'lgan juda ko'plab mineral o'g'itlarni o'zini ichiga olgan preparat hisoblanyapti. Demak, bu nima deylik, bu nimani keltirib chiqaradi? Qaysidir
Makkaga masalan qaysidir modda kerak bo'ladigan bo'lsa, kartoshkaga boshqasi, bug'doyga boshqasi har qanday sohaga ishlatamiz desak, shunga o'xshagan narsa kelib chiqadimi? Albatta bu savolingizdan kelib chiqqan holda shuni aytmoqchimanki, biza mana shu nanotexnologiyada olingan nanoselektremniy preparatini kompleks yoki barcha ekinlarga deb tavsiya etamiz. Nimaga desangiz, hozir ba'zi bir elementlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Bu preparatni yaxshi tarafi, qulaylik tarafi birinchidan agar biz o'simliklarni oziqlantirish davomida azot, fosfor, kaliy elementlarini tuproqdagi holatiga qarab, ya'ni kimyoviy xossalariga qarab, qaysidir darajada ta'minlanganligiga qarab biz o'sha o'g'itlarni belgilaymiz, berishni belgilaymiz. Endi bu kremnili preparatimizni yaxshi bir xususiyati, agar boshqa berayotgan o'g'itlarimizni miqdorini qaysidir darajada kam yoki qaysi darajada ko'p qilsak, o'sha salbiy yoki boshqa holatlarga keltirib chiqarishi mumkin bo'ladi. Kutilmagan natijalar keltirib chiqadi. Endi bu preparatni biz o'tkazilgan tajribalarimizdan natijalari shunday ko'rsatadiki, agar biz o'sha qo'llash darajalari o'simliklar rivojlanish fazalariga qarab me'yorlarini, dozalarini qaysidir darajada oshirib berganimizda ham o'simlik uchun salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Buni dozasi oshib ketdi, kamayib ketdi. Shunday. Bundan chiqdi degani xohlagancha ishladi degani emas. Albatta har bir ishlab chiqarishdagi dehqon xo'jaligi yoki fermer xo'jaligi xodimi o'zi ishlatadigan preparatdan iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan foydalanish kerak. Shu borada yana aytib o'tmoqchiman, masalan, o'simliklarga barchasiga deb tavsiya qilyapmiz. Qolgan o'simliklarda ham nima hammasida kremni, faqat kremnimi degan masala bo'lishi, savol tug'ilishi tabiiy bo'ladi. Shu yerda aytib o'tmoqchiman, nega qolgan elementlarni ham biz bunga qo'shimcha tarzda berayotganimizning sababi, masalan, birgina rux yetishmasligi, mikroelement sifatida rux yetishmasligi bu makkajihori, kartoshka, lavlagi, sholi, zig'ir, beda va grechka o'simliklarida tez seziladi. Ya'ni shu o'simliklarga rux yetishmovchiligi bo'lganda hujayrada o'zini suv ushlab turish qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Agar biz shu mikroelementni suspenziya orqali yoki o'simlikka yetkazib berib turadigan bo'lsak, demak uni ham shu yetishmovchilikni oldini oladi, ya'ni hujayrada suv tanqischiligini yengib boradi. Yoki bo'lmasa bugungi kunda borli o'g'itlar to'g'risida monobor o'g'iti, ya'ni xuddi shunday mikroelementlar qatoriga kiradi. Bu o'simliklarni kurtagi o'suv nuqtalarini o'lishi yoki o'simlikning ildizdagi rivojlanishlarga ayniqsa ta'sir qiladi. Shu jihatdan borli o'g'itlarni qo'llash ham ma'lum darajada o'simlikni shu stressga tushmasligi yoki umumiy hosildorlikni pasayib ketmasligiga imkoniyat yaratadi. Endi undan tashqari yana buni tarkibidagi mikroelementlar to'g'risida qisqacha gapirib o'tadigan bo'lsam, mis elementi. Masalan, tuprog'ning mexanik tarkibi yoki tuzilishidan boshqadan kelgan holda ham uchrash tartibi har xil bo'ladi. Masalan, mis yetishmovchiligi qumli va torfli tuproqlarda ko'proq seziladi. Ekinlarga olib qaraydigan bo'lsak, bug'doy, arpa, ayniqsa mevali daraxtlarda mis yetishmasligi juda ham sezgir bo'ladi. Ya'ni shu mikroelementlarni yo'qligi qaysidir darajada ta'sir qiladi, ularni rivojlanishiga, ildizlarni yupqalashib ketishiga olib keladi. Mana shunday holatlarda yaxshi rivojlanmasligi, o'simlikni bargini har xil ranglarda yoki oq, jigarrang dog'lar paydo bo'lishida mana shu mis yetishmovchiligi ham sabab bo'ladi. Va boshqa mikroelementlar, temir, boshqa to'g'risida ham misollar keltirish mumkin bo'ladi. Bu mikroelementlarning hammasi shu bitta kompleksda jamlanganligi o'simlikni immunitetini yuqori bo'lishi, o'simlikdan yuqori hosil olish imkoniyatlari kengayadi. Shu bilan birgalikda o'simlikni har bir o'simlikni o'suv davri, fazalari davri davomida optimal, minimal va eng maksimal issiqlikka chidamlik darajasi bo'ladi. Bu preparatning yana bir xususiyati shundan iboratki, bugungi kunda global iqlim o'zgarishi davrida havo haroratining isib ketishida o'simlikni shu yuqori darajadagi issiqlikda ham 50 gradusgacha ham deb ko'rsatilgan
o'shanday havo haroratlarida ham stressga tushishini oldini oladi. Shu jihatdan ham va ildiz sistemasini juda ham kuchli rivojlantiradi. O'shaning hisobidan ham o'simlikda ko'proq suv ushlab qolish qobiliyatlarini oshiradi va immunitetni yuqori bo'lish hisobiga hosildorlik miqdorini ham oshirib boradi. Siz kartoshkada, makkajo'xorida yoki boshqa umumiy o'simliklarda mana hozir men bug'doyni yoki umuman urug'ni kremniga bo'ktirdim, ustidan suv purkadim, ekdim, chiqdi. Endi bundan keyin necha marta ishlov beraman? O'sha siz aytganingiz suvga solish jarayonida va necha kunligida? Deylik bug'doy 15 kunlikda beramanmi? Tushunarli. Har bir biz aytdik urug'dan yoki ko'chatni ekishdan boshlab dedik. Shunda urug'dan ishlov berilgandan keyin masalan kartoshkada gullashgacha bir marta bo'lsa, gul ko'targandan keyin ikkinchi marta uzog'i bilan o'suv davomida 3 marta suspenziya qilib berilsak, barton qilsak yetarli natijani beradi. Taxminan necha sentner beradi yoki hosildorlikni necha foizga oshiradi raqamlarda? Endi ko'p dehqonlarimiz aynan qancha hosildorlik bo'lganini aytish ham negadir sir saqlaydi, lekin bizga eng ko'p bergan ma'lumotlar 35 tonnagacha gektaridan oldik degan. Endi uni katta maydonlarda Qirg'izistondagi ma'lumotlar qanday bo'ldi? Qirg'izistonda ko'rsatgan suratlaringiz juda katta edi, meni kallamdan Qirg'izistonda ko'rsatgan ma'lumotlar 75 sotix joydan 35 tonnagacha olgan. 75 ya'ni 50 sentnergacha. Bir gektardan emas. 75 sotixdan 35 tonnagacha kartoshka olgan. Xuddi shunday bu yil Bulung'ur tuman, Samarqand viloyati Bulung'ur tumanidan bergan tajribalarimiz bor. Ularda albatta oxirgi natijalaridan keyin, hosildorlik miqdorlaridan keyin kelib bir tavsiyalarni aytsak bo'ladi. Demak, 3 yoki 4 marta ishlov berish jarayoni. Endi ishlov berish nimaga bog'liq bo'ladi? Yuqorida ham aytib o'tdim. Ishlatayotgan fermer, masalan aytaylik, 30% gacha o'g'it tejash istayapmiz. Bitta o'g'it misolida o'rtacha aytaylik bir 4000-5000 kilosini o'g'itda oladigan bo'lsa, shuni 30% ni olib tashlaydigan bo'lsak, u teshab qoladigan o'g'it 75 kilo aytaylik 300 ming tashkil qiladigan bo'lsa, keyingi o'g'itlardan ham qancha boring bir 900 ming iqtisod qildi 30% o'g'itlarning hisobiga. Shuni qo'llash uchun bu solishtirib ko'radi, necha martagacha berish imkoniyati bor. Aytaylik, 3 marta, 4 marta qo'llaganda bu bitta qo'llashi 1 gektar joyga 120 ming, o'rtacha 120 ming aylanyapti. Boring yoqilg'i bilan 150 ming deylik. 3 marta qo'llasangiz 450 ming bo'ladi. Boring 4 martasini urug'dan tashqari ishlovdan 4 marta berilgan bo'lsa 600 ming aylanyapti. Endi bu yerga teng bo'lib qolmaslik uchun 2 marta qo'llaydiganlar bor, 3 marta qo'llaydiganlar bor. Bu o'sha iqtisodiy samaradorlikdan kelib chiqqan holda fermerlarimiz o'zi hisob-kitob qiladi. Lekin shu belgilangan fazalarda 3-4 marta qo'llash shunchalik darajada hosildor oshishga olib keladi. Ya'ni siz hozir Sila kremnini qo'llayotgan odam o'zini cho'ntagidan qo'shimcha pul chiqarib sotib olmaydi deyapsiz. O'zi ishlatib kelayotgan, hozirgacha ishlatib kelayotgan o'g'itlarning 30% ni 50% ni kamaytirib, bu Sila kremnini qo'llaydigan bo'lsa, qaysidir anaqalarini jarayonlarda siz aytganday rioya qilib borib shunday boradigan bo'lsa, o'g'itdan tejagan puliga daromad buni hisobiga olib, albatta, ya'ni qo'shimcha hech qanday xarajat qilmasdan turib, qo'shimcha hosildorlik olish imkoniyati bo'lyapti. Shu hisobiga u yuqori iqtisodiy samaradorlikka erishadi. Ha, bu bir tomon. Ikkinchi tomon, hozir men anaqa berdim. Sila kremnini deylik bargidan birinchi ishlovni berdim. Va osmonga qaradim. Xudoga shukr, osmon ochiq, bir 4 soat ichida yomg'ir yog'madi. Sug'orishim kerakmi yoki yo'qmi? Endi asosan tuproqdagi nam miqdoriga qarab, masalan, hali sug'orish mumkin bo'lgan fazalarda ham foydalanish mumkin. Masalan, bug'doyning tuplanishida yoki o'simlik g'o'zani oladigan bo'lsak, u sizat suvlarini joylash chuqurligiga qarab qaysidir gidromodul rayonda joylashgan bo'lsa, masalan, gullashgacha sug'orilmaydigan joylar bor, sug'oriladigan joylar bor. Agar shuni qo'llash kerak bo'ladigan, sug'orish talab etiladigan joy bo'lsa, biz imkon darajasida o'sha sug'orishdan oldin qo'llashni tavsiya etamiz. Sug'orishdan oldin qo'llashni tavsiya etamiz. Keyin sug'orishda, masalan, bir 2 kun oldin sug'orishdan 2 kun oldin qo'llasa, uni samaradorligi yana ham yuqori bo'ladi. Endi baribir suv bilan jarayon kechadi. Yoki qaysidir holatda bir to'g'ri kelmay qoldi, suvdan oldin berishdi.
u jarayonni o'sha tuproqdagi namni yo'qolishini oldini olishini ishlov beradi, boshqa beradi yoki dalaga kirish imkoniyati bo'ladi. O'sha paytda foydalansa ham tuproqdagi namlikdan foydalangan holda buni samaradorligi yuqoriroq bo'ladi. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, iqtisodiy hech qanday oshiqcha yuklamaydi. Yo'q. Lekin daromad Albatta. 2 karrasiga oshadi deb ayta olamizmi? Shunday to'g'ri foydalanilsa, albatta shunday natijaga erishish mumkin. Ya'ni 50 sentner hosil olib turgan odam o'zini odatiy qo'llovida boshqasida hosilini 2 karra ko'proq qilib ola olish imkoniyatini Xudo xohlasa to'g'ri tartibda olib boriladigan bo'lsa, o'sha imkoniyatlar maqsad qilib oldinga qo'yib erishsa bo'ladigan imkoniyatlar doirasida deb hisoblasak bo'ladi. Albatta belgilangan tartibda foydalanib borsa, o'sha urug'dan boshlab shu berib borsa, o'simlik immuniteti yuqori bo'lsa, bizlar nafaqat o'g'itdan tejash, balki yuqorida aytib o'tdik, kasallik, hasharotlarga chidamligini oshiradi dedik. Unga qarshi kurashadigan, ishlatadigan mahsulotlarni ham xarajat qilmaydi. Shuni hisobiga ham, demak, o'zini hisob-kitobini chiqarib olaveradi. Buni O'zbekistonni barcha sohalarda ishlatdik deylik. Hattoki hovlimizda ekkan gazonlargacha berib chiroyli qilib ko'kartirib oldik. Archalarni hali sinadigan darajaga yetmay, qurib qolmay, sarg'aygan archalarga sepganini qayta ildizdan yana kuchlanib, yashillanib ketgan archalarni men o'zim shaxsan guvohi bo'ldim. Ya'ni dekorativ daraxtlarda ishlatilganini ham ko'rdik. Qachondir o'sha siz aytgan tuzli, o'sha siz aytgan suvsiz sifatlarga 100% balki 200% tushib ketadigan Orol tomondagi saksovullarga ham foydasi bo'lishi mumkinmi buni? Biz yuqorida lalmi maydonlar to'g'risida gapirib o'tdik. Albatta unday joylarda ham qaysidir vaqtlarda yog'ingarchilik miqdorlari bo'ladi. Demoqchi bo'lganim, havo harorati kecha kunduz +5 ni tashkil qilgan paytda har qanday o'simlikka foydalansak +5, kecha kunduz +5. U o'sha yerda ham qaysidir darajada kam miqdorda bo'lsa ham yog'ingarchilik boshqa bo'ladi yoki tuproqdan suv olish imkoniyatlari ildiz sistema yaxshi rivojlangandan keyin imkoniyat bo'ladi. O'ylaymanki, o'ziga yarasha samarasini beradi. Chaqirganimizga labbay deb bizni studiyamizga kelib ajoyib foydali suhbat berganingiz uchun sizga alohida tashakkur. Bu Xudo xohlasa bizning oxirgi suhbatimiz bo'lmaydi. Bundan keyin har bir o'simlik uchun alohida qanday qo'llanish tartibi haqida alohida suhbatlar, bu yilga olingan yangi natijalar haqidagi e'lonlarimiz va yangi yutuqlar, qo'shganingiz qo'shimcha natijalar haqida tez-tez o'rtoqlashib, tomoshabinlarimizga yangiliklarni ulashib turamiz degan umiddamiz. Albatta keyingi texnologiyalarda ham o'zgarishlar bor, ular to'g'risida ham biz bir ma'lumotlar berib boramiz. Qo'shimcha ma'lumotlar bor. Tugab qolmaydi, Xudo xohlasa. Shunday. Katta rahmat domla. Xush kelibsiz studiyamizga. Salomat.